Salam hürmetli qarindoshlar, men xalmuratimlardan hammanglarga yangi yillik oliy salom. Yangi yilinglar muborak bo'lsin. Yangi yil hammamizga yarashsin. 2021 yili hammamiz uchun muvaffaqiyat yili bo'lg'ay. Hammamizning e'tirof qilishiga erishgan yosh chaqchaqchi inim Ro'zaxon Tudaxon mana shu yangi yil munosabati bilan hammamizga o'zining xosligini namoyon qilgan asosda o'zining so'z o'yinlarini hadya qildi. Ben bu münasebet bilen inim Ro'zaxonning milliyat sahnesi ve programımızın hammamiz yoqtiradigan yaxshi programma bo'lib qilishini chin qalbimdan umid qilaman. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Abdat Abdurahim. Rayonimizdagi tunji Uyg'urcha toko-show uslubidagi, ya'ni Chaqchaqchi Ro'zaxon tartımlıq paranglari programmasining milliyat sahnesida yo'l qo'yilish oldi turganligini qizg'in tabriklayman. Yaxşımısılar, mən Ömer Cağalım. Xuşxoy Tırışcan Ro'zaxon inim milliyat chaqchaq sahnasida o'zini namoyon qilmoqchi. Ro'zaxon inimning buningdagi chaqchaq hayotining texnik gullanishini chin ko'nglimda umid qilaman. Hurmatli mehmonlar, yaxshimisizlar? Men G'ul shahridan Vali Davud bo'laman. Inimiz Ro'zaxonning milliyat sahnasidagi vujudga kelganligidan intayin xush bo'ldim. Intayin faxrlandim. Xalqimizning Muşu Ro'zaxon inimizning milliyat sahnasidan faxrlanishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Anlayotgan ishlaydi, ammo Aysa yamashdi. Agar o taraf, bu taraf degan xatos bir to'xtamani. Yaxshimisizlar qarindoshlar, men Qaysar Habibullah. Ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishgan yosh chaqchaqchi, xushfe'l, tirishchan inimiz Ro'zaxon milliyat sahnasi nomida o'z xosligini namoyon qilgan o'zgacha yumor chaqchaqlarni har millat xalq ommasiga sunishni niyat qildi. Milliyat sahnasi milliyat programmasining hammamizga yiqishliq programma bo'lib qilishiga chin dilimdan tilakdoshman. Shundaqla Ro'zaxon inimizning kasbiy hayotiga teximiz zo'r utuqlarni tilayman. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Shamsiya Abaydulla. İli xalq chaqchaqlarini yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lmasa kerak. İli xalq chaqchaqlarini suyib, qadrlab, varislik qilib, beyitib va o'ziga xos uslub yaratib, hammalarga kulki va xushallik ato qilayotgan Ro'zaxonning bugungi kunda milliyat sahnasi orqali bizga texnik zo'r xushallik va kulki ato qilmoqchi bo'lganligidan to'liq suyundim. Milliyat sahnasining tezroq biz bilan yuz ko'rishiga tilakdoshman. Hayotga kulib qarayolgan, hayotini kulki ichida o'tkazgan, kulib yashagan kishilarni biz qaltis kishilar deymiz. Özümü külgen, başkalarını küldürüp yaşayan kişilerine bulsa, texmi qaltis deyishga haqliqmiz. Ro'zaxonning külki içinde ötken hayatının texmi rangdar ma'nolarga to'lishini, zo'r muvaffaqiyatlarning hamroh bo'lishini umid qilaman. Shunday gaqilga nima bu? Duvoy, menda vaqti bor, hechim yo'q hozir. Yaxshimisizlar do'stlar? Men Tashmimat Batur. O'ziga xos uslub bilan xalqimizga zo'r ato qilib kelayotgan kulki chaqchaq varisi Ro'zaxon inimiz tirishchanligidagi milliyat sahnasi kulki chaqchaq sahnasining ro'yobga chiqqanligini qizg'in tabriklayman. Milliyat sahnasi uzilmas kulkilar sahnasi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men Mavlud Ibrohim. Ili xalq chaqchaqlarini o'ziga xos uslub bilan xalqimizga yetkazib, bizga kulki va shodlik berishga kelayotgan inimiz Ro'zaxonning o'ziga xos bo'lgan sahnasi milliyat sahnasining o'ziga chiqqanligini qizg'in muboraklayman. Ro'zaxonning bu sahna orqali yetimlik chaqchaqlari va qiziqarli paranglarini bizga taqdim qilganligiga ishonchimiz komil. Milliyat sahnasi orqali biz texmi ko'p shodlik va xushallikka erishamiz. Hamish desam, kostyum berdingiz loqada. Ketmisam bo'ladi deyman. Yaxshimisizlar do'stlar? Men Sabriddin Imom. Eli xalq chaqchaqlarining varislaridan biri bo'lgan xalq qiziqchimiz Ro'zaxon Tudaxon inimizning milliyat sahnasiga muborak bo'lsin. Milliyat sahnasi xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan yaxshi bir sahna bo'lib qolsin. Shuning bilan birga Ro'zaxon Tudaxon inimning bundan keyingi kasbiy hayotiga zo'r qutuqlarni tilayman. Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Gulshan Mamad Tursun. İli chaqchaqlari qimmatli madaniyat mirosimiz, shundaqla xalqning boyligi.
Bu baylık arqılı hammamizga xo'shallik va kulki ato qilib kelayotgan qarindishim Rozaxonning Milliard sahnasi programmasining yo'l qo'yilganligini qizg'in tabriklayman. Rozaxon muborak bo'lsin. Rozaxon bayada kulki bor. Rozaxon bayada xo'shallik bor. Albatta, Rozaxon bayada yana talay va omad bor. Texmi ko'kligin biz sana zo'r utuqlarni tilaymiz. Vakolatchilarim bor boshqa maktablarda. Osmon qog'ozi, o'zim ishga deb. Salam, barliq Şinjan'daki her millet qarindoshlar. Kemini hepiden sizlarga o'tiq salam. Rozaxon shogirdimninki millat chaqchaq sahnasini hozirlab butun xalqqa yuz ko'rsatmoqchi oldi turyotdi. Shuning uchun men Rozaxonninki mushu sahnasiniki keng doirada tarqilib rivoj tepishini, teg'imi gullab yashashini chin qalbimdan umid qilaman. Shundaqla o'pchirdagi barliq qarindoshlarning qo'llab berishini umid qilaman. Rahmat. Yaxshimisizlar do'stlar? Men G'uljidan Chaqchaq varisi Shavkat Muhammad bo'laman. Inimiz Rozaxon shundaqla shogirdimizningki Milliard Chaqchaq sahnasini qurib chiqqanligidan intayin xursand bo'ldim. Inimizningki texmo G'uljidagi barliq chaqchaqlarni sahnalashtirib, keng tomoshabinlarga shundaqla butun xalqqa yetkazishini chin dilimdan umid qilaman. Yaxshimisizlar ko'pchilik. Men el xalq naqsi varisi Anvar Abdukarim bo'laman. Elimiz Rozaxonniki Milliard sahna qurib chiqqanligini qizg'in tabriklayman. Hem elimiz Rozaxonning bundan keyin Milliard sahnasida el xalq chaqchaqlarining yumurlarini ko'plab xalqimizga sunishni chin qalbimdan umid qilaman. Ürümchilik bo'lib ketaydi-da mana shu. İşler tez ya, endi o'rinlashamsiz. Yaxshimisizlar, men Farhod Xo'jahmad. Yosh chaqchaqchimiz shundaqla yumor so'zlash uslubini o'zgacha yaratgan, ham axloq nizomini o'ziga mujassam qilgan shogirdim, el suygan, elni suygan chaqchaqchimiz, yumorchimiz Rozaxon Tudaxon yaqinqi yillarda, yaqinqi mezgillarda milliard sahnasini qurib chiqdi. Buningdagi bu sahnaniki olqishli sahna bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Ham Rozaxonning teniga salomatlik tilayman, oilasiga baxt tilayman, xotirjamlik tilayman. Rozaxon, biz sizdan faxrlanamiz, hammamiz faxrlanamiz. Men ili xalqi, Şinjan xalqi sendan faxrlandim. Ham Rozaxonning mening shogirdim bo'lganligidan men o'zimni eng baxtli hisoblayman. Rahmat Rozaxon. Rahmat. G'ayrat qil Rozaxon. Har doim biz sen bilan birga. G'ayrat qil. Yaxshimisizlar do'stlar? Men Temir do'stlar Yaqub Jabarbekir bo'laman. Güzel ili diyarimizdan yetib chiqqan chaqchaqchi inimiz Rozaxon Tudaxonning yaqin qurib chiqqan Milliard chaqchaq sahnasining xalq bilan dag'dug'iliq uchrashishini qizg'in tabriklayman. Hamda bu sahnadagi chaqchaqlarning butun xalqimizga tabiiy zo'q ato qilishiga chin dilimdan tilakdoshlik bildiraman. Nimaga mangmaydi bu? Yalti qoldi. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Yusufjon Qiyil. Bu qitim umidvor chiqishqoq inimiz Rozaxonningki Milliard sahnasini qurib, Milliard sahnasiga yuzlanib, G'ulji chaqchaqlarini yangi bir palliga, yangi bir namunaga ko'tarishni niyat qilganligini anglab, beklik xo'sh bo'ldi. Inimiz Rozaxon G'ulji xalqiga emas, butun Abdulum rayonining e'tirof qilishiga erishgan, shunday G'ulji xalqi orasida, G'ulji chaqchaqlari orasida eng umidvor, eng oldiri ketib qolgan, baygida uzab ketib qolgan shunday suyumli inimiz. Bu xalqqa izchil tirishchanlik ko'rsatib, izchil ijodiylik ega nurg'un yumor, nurg'un chaqchaqlar bilan azaldan xo'shallik berib kelyotdi, ham bundan keyin xo'shallik bergisi. Bu qitim inimiz Rozaxon Milliard sahnasini qurib, Milliard sahnasi orqali xalqimizga tegib cho'ng xo'shalliklarni, tegib cho'ng to'plarni, shundaqla G'ulji chaqchaqlarining tegib yuqori pallaga ko'tarishni niyat qilganini anglab, men bilak xo'sh bo'ldim. Shundaqla G'ulji xalqi, butun Abdum rayon xalqi xo'sh bo'ldi. Demak, Rozaxonning bundan keyingi hayotiga, bundan keyingi chaqchaq hayotiga, bundan keyingi san'at hayotiga texmi zo'r xo'shallik, cho'ng ko'k bilan tilayman. Milliard sahnasi xalqimizga Rozaxon orqali, ya'ni nurg'un chaqchaqchilar orqali, mushu sahna orqali texmi cho'ng milliard kulkilarni ato qilsa. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Guzamir Ömer.
ili diyarının özgüç xaslығы болған, ili sorunları kem bolsa bolmaydigan ili çaqçaqlarını yaxşı kömeydigan adam bolması gerek. Yıllardan beri ili çaqçaqlarını suyup beyitip, varislik qılıp, özüge xas uslub yaratqan el suygan Xuşçaqçaq elimiz Rozaxunning bugungi kunda milliard sahnasi orqali öz xaslığını texmi namoyon qilib, rangdor chaqchaqlari bilan xalqimizning turmushini beyitib, milliard nomida bir yaxshi saqlanib bo'lgan sahna hozirlaganligidan to'liq suyundim. Ben elimiz Rozaxunning bundan keyingi chaqchaq hayotiga zo'r utuqlarni tilayman. Shundaqla milliard sahnasining har millat xalqiga inoq ittifoqlik va qo'shal kulklarni ato qilishini umid. Böyle kompüterden biz buyurup gitme. Oy akaç, tweetime mer ya sen tutuyanma. Yaxshimsizlar suyimli do'stlar. Men mamlakat darajalik chaqchaq varisi Ahmadjon Yusuf bo'laman. Navbatda shogirdim Rozaxun turgan milliard madaniyat sahnasining ro'yab chiqqanligidan intayin suyundim, xo'sh bo'ldim. Shundaqla bu sahnaning xalq ichida olqishlanarli sahnalardan bo'lib qolishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham Rozaxun elimizning texim yaxshi asarlarni elga taqitib, elga ruh oziqini ko'plab berishiga chin ko'nglimizdan tilakdoshlik bildiramiz. Men oldi bilan ili chaqchaqchiligini yangidan yetib chiqayotgan talantli varisi elimiz Rozaxunning cheksizlik hukumini beradigan milliard madaniyat sahnasini ro'yobga chiqarganligini qizg'in tabriklayman. Rozaxun o'zining chaqchaq axloqiy ve çaqchaq qilishdagi o'ziga uslubi orqali ko'p qo'llanayotgan yosh chaqchaqchilarimizdan biri. Bu chaqchaq makoni chaqchaq Yolg'izxonning yerlik paranglari, yerlik she'rlarini chaqchaq san'atiga vosita ilib kirib, ili chaqchaqchilig'ining xususiyati, xasligi, jalbkorlarini texma ochilgan. Men Xristian elimiz Rozaxunning milliard madaniyat sahnasi orqali ili chaqchaqchilig'ining ta'sirini texnik tanitishga ishonaman, ham shunday bo'lishini tilakdoshlik bildiraman. Ya nima qiliq bu? İnim qanday avvalimiz? Ha. Yaxshimsizlar do'stlar, men sizlarning yaqin do'stinglar Javdat Rafqat. G'o'ljidagi kasbdishim shundaqli so'yimlik chaqchaqchimiz Rozaxun og'inamniki Urumchidagi milliard chaqchaq sahnasiningki shundaqli xalqning xo'shalligi uchun, do'stlarningki kulki huzuri uchun sahna hozirlaganligidan shunda xo'sh bo'ldik. Rozaxun og'inam bilan bir kasbdosh, bir davrdosh bo'lganligimdan o'zimni shunda baxtli his qilaman. Bizda bir gap bor, do'stingning chirig'i yansa yo'rug'i sangimi tushadi deb. Og'inam Rozaxun texnik ko'klishini umid qilaman. Shundaqla elining chaqchaq madaniyatini cho'ng sahnalarga olib chiqib, barliq haqiqat xalqining xo'shalligi uchun bir kishilik to'kpangni qo'shishingni chin yuragimda umid qilaman. Apang biz bor og'inam, har vaqt sening bilan bu yo'lda billamangmiz. Salomat bo'l. Qarindoshlar, hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Ha, yaxshimsizlar, ekran oldidagi barliq do'stlarimiz. Menki Erpat Erkin'den sizlerge otuk salam ve ali ihtiramlar bolsun. Roza ağinem aklın yaraysa, işlerin tekim oğuşluk bolsun. Her kandak işinde kolumuz köksümüzde ağinem, işlerin bereket tapsın. Sahnanın ismi milyardken, özanın mı milyard pul tepişini çin dilimde ümit kılın. Vay ye, bizim Roza hazır menfaatleşmeyden bu gitti. Hem de atmam diyor. Salam dostlar, men Akbar Islam. Özünün hazır cevap inkası, tetimliq, yaqinliq chaqchaqlar bilan xalqimizga ma'naviy zo'q ato kelayotgan inimiz Rozaxun Tudaxun tarafidan ro'yobga chiqarilgan milliard sahnasiga muborak bo'lsin. Mushu munosabat bilan inimiz Rozaxun Tudaxunga atalgan bir she'riy chaqchig'imni ko'pchilikka sunaman. Rozaxun Tudaxunga chaqchaq. Hazır cevap inkaslarning tiz so'rin ahli kelar chaqchaqqa. Bilib bilmay qarshilashqini bargan siri patar patqaqqa. Aylandırıp baqqın deydiğo, sal tatırıp öngünüme hem. Udulmuştun korkup ketkenler, öğürme qılıp tügü düştürgen. Hürmet qıldı el seni bugün, özgermegin eti hem ögün. Dünya qalar ketimiz hemme, her kömüldün yeşkin bir tügün. Patqaq qıltaq taqatlı çaqçaq, Rozaxunning chin ko'ngli appoq. To'y sorunning xo'shallig'i sen, milliard uchun bugun bir daqqa. Rozaxun milliard sahnang qutlug' bo'lsin. Salom do'stlar. G'o'ljining faxrlik o'g'loni, o'zining yumor chaqchaqlari bilan hammamizni xushnud etib kelayotgan do'stimiz Rozaxunning milliard nomidagi kuldirik sahnasining ro'yobga chiqqanligini chin qalbimdan tabriklayman. Hamda bu sahnaning hammamiz yaxshi ko'radigan esil yumor chaqchaq sahnalardan bo'lib qolishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Rozaxunga omad yor bo'lsin.
Do'stlar, yaxshimisizlar? Men futbolchi Bari. Ro'zaxon akamning milliyat sahnesini qurganligini anglab intayin xush bo'ldim. Aka, ishlaringizning utuqliq, yaxshi bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Hamda shu barliq tomoshabinlarning shu Ro'zaxon akamni qo'llab qo'yishini chin dilimdan umid qilaman. Ilim Dilrabo bilan Nig'mat akam olmoqchilar. 2000 berib yetilibgina bo'ladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men futbolchi do'stinglar Abduvali Ablat. Biz yaxshi ko'radigan chaqchaqchi Ro'zaxon milliard nomida sahna qurib xalqimizga xizmat qilmoqchi bo'libdi. Men bu xabarni anglab intayin xush bo'ldim va hayajonlandim. Ro'zaxonning bundan keyingi ishlarining texmo utuqliq, oilasining baxtli bo'lishini umid qilaman. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men Ro'zaxonning dadisi Xudoxon Saloydin bo'laman. Sizlarning balamni qo'llab quvvatlab berganinglardan nihoyatda xush bo'ldim. Ko'pchilik rahmat. Balam milliard sahnasi quribdi. Bu sahna orqali xalqimizga ma'naviy zo'q ato qilishini chin dilimdan umid qilaman.